Assalomu alaykum azizlar, barchangizga a'lo kayfiyatlar hamrohligini tilagan holda bugungi suhbatimizni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Suhbatimizga esa Iqtisodiyot va pedagogika universitetining yana bir iqtidorli faol talabasi hurmatli Lochinbekni taklif qilganmiz. Lochinbek, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling, dastavval tomoshabinlarimiz uchun o'zingizni yaqinroq tanishtirib bersangiz. Assalomu alaykum. Men Haydarov Lochinbek, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasiman. Lochinbek, mana xabarimiz bor. Yaqindagina o'sha Yevropaning Portugaliya davlatida bir semestr, ya'ni 6 oy mobaynida o'qishda bo'lib qaytdingiz. Keling, bugungi mavzuyimiz o'qishga borish jarayonlari, u yoqdagi ta'lim jarayonlari, o'zi umuman borganga yarasha nimadir oldingizmi, nimalar bo'ldi? Yevropaga borishni orzu qilib yurgan, o'qishni xohlab yurgan ko'pchilik siz kabi tengdoshlarga men o'ylayman, bugungi suhbatimiz ham qiziq bo'ladi, ham manfaatli bo'ladi. O'shaning uchun keling, asosan Yevropaga bo'lgan sayohat haqida, o'sha ta'lim jarayonlari haqida gaplashsak. O'zi umuman Yevropaga borish, o'qish qanaqadir orzu umidlaringizda bormidi? Men yoshligimdan Yevropaga aylanish va Yevropada o'qish orzularim bor edi. Shuning uchun ham men oldindan xorijiy tillarni chuqurroq o'rganish va o'zimning ustimda ko'plab ishlashni boshlaganman va shuning uchun men Iqtisodiyot va pedagogika universitetida topshirdim. Mening asosiy maqsadim xorijda o'qish. Bugun bizda o'qigan yigit ertaga iqtisodiy yechimlarni yaratadi. Bugun bilim olayotgan qiz ertaga jamiyatga ilhom bag'ishlaydi. Biz ularni kuchli nazariya, amaliy tajriba va global qarash bilan tayyorlaymiz. Shunchaki diplom emas, natija uchun. Shunchaki auditoriya emas, hayotga tayyorlaydigan muhit uchun. 40 ga yaqin yo'nalish, yildan yilga oshib boruvchi grant, iqtidorli talabalar uchun stipendiyalar, xalqaro universitetlar bilan o'zaro ta'lim almashinuv dasturlari. Barchasi Iqtisodiyot va pedagogika universitetidagi ta'lim imkoniyatlaridir. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti yuksalishga tayyor bo'lganlar uchun. Istaklarim bor edi. Shu joyda o'zingiz bilmagan holda bir narsani aytib qo'ydingiz. Iqtisodiyot va pedagogika universitetida aynan xalqaro hamkorliklar, o'sha xalqaro ta'lim dasturlari juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan, ko'plab shartnomalar asosan mana shu talabalarimizni chetga olib borib, ularni ma'lum vaqt ichida o'qitib, tajriba almashtirib kelishdan iborat. Aynan Erasmus Plus dasturi orqali adashmasam siz ham Yevropaga o'qishga bordingiz. Keling, mana shu grantlar, mana shu dasturlar haqida ham ozroq gapirib bersangiz. Erasmus Plus loyihasi xorijiy talabalarni bir joyda jamlash va ko'plab mamlakatlarda talabalarni yig'ib, ularni bilimlarini, madaniyatini almashinish loyihasi hisoblanadi. U Yevropa ittifoqiga tegishli bo'lib, yoshlarga bir semestr mobaynida grant ajratiladi. Grant orqali Yevropa aylanish imkoniyati va ko'plab do'stlar orttirish imkoniyatini amalga oshiradi. Grant deganda ular qanaqa qilib ajratishyapti grantni? Grant Yevropa ittifoqi tomonidan har bir talabaga o'ziga shaxsiy grant ajratiladi. U grant faqat o'zining hisobida bo'ladi va o'zining xarajatlari, misol uchun yashash tarzi va undan tashqari oziq-ovqati va shaharlarga aylanish, boshqa chet davlatlarga aylanish va o'ziga kerak bo'ladigan xarajatlarni qoplash uchun ishlatiladi. Demak, o'sha grant talabalarimizga hozir men xabarim bor, stipendiya qilib berilyapti va o'sha stipendiya orqali talabalarimizning yotoqxonasi, yeb ichish sharoitlari, boshqa shaharlarga chiqib aylanish, o'zi umuman barcha o'sha xarajatlarini qoplab beryapti. Shunday. Bunaqa grantni yutib olish ham o'zi bo'lmaydi. Albatta buning uchun ham tagida mehnat yotibdi. Siz o'sha yillar davomida til o'rgandingiz, mehnat qildingiz. Aynan Iqtisodiyot va pedagogika universitetini o'qishga kelib, bu yerda o'sha xorijiy aloqalardan foydalanib,
Yevropaga borib ta'lim olib keldingiz. Endi keling aynan o'sha Tamar Politexnika universiteti bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdagi ta'lim jarayonlari haqida ozroq to'xtalsangiz. Ya'ni boshqa davlatlardan ham kelgan yoshlar bilan, boshqa millat vakillari bilan bitta auditoriyada o'tirib ta'lim oldinglar, bitta joyda yashadinglar. O'sha boshqa millatlar bilan bizni yoshlarimiz, ya'ni o'zbek yoshlarini qanaqa farqlarini sezdingiz? Men unchalik ko'p farqlarni sezmadim. Sababi hozirgi kunda bizning yoshlarga ko'plab imkoniyatlar berilayotganligi sabab bizning talabalarimizda ko'plab xorijiy ma'lumotlar mavjud va hozirgi yoshlar asta-sekinlik bilan Yevropaning ko'plab mamlakatlarida o'qimoqda va o'ziga bo'layotgan imkoniyatlardan ko'p foydalanayotganligi uchun men ko'p farq sezmadim. Sababi bizning bilimimiz va xorijiy davlatlar talabalarining bilimlari mening nazarimda bir xil hisoblanadi. Demak, bizning O'zbekiston yoshlari bemalol boshqa xalqaro talabalar bilan, ya'ni boshqa millat vakillari bilan ularni o'sha bilim saviyasi bilan tenglashib, raqobatlasha oladi. Birinchi harf, birinchi so'z ustoz yuragidan boshlanadi. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, mehr bilan bilim beradiganlar uyi. Iqtisodiyot va pedagogika universitetida Chet elga chiqishni, Yevropa bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi, o'sha yerda borib ta'lim olib, o'qishni xohlagan va shunga intilayotgan tengdoshlaringiz uchun, yoshlarimiz uchun nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mening maslahatim doim o'qishni va har doim xorijiy tillarni o'rganish, xorijiy tillarning madaniyati va o'zimizda bo'layotgan yangi imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish va hozirgi kunda har doim mehnatdan to'xtab qolmaslik va har doim o'zini ustida ishlashni tavsiya beraman. Shu orqali Yevropaga chiqish imkoniyatlari yana ko'payadi. Yevropadan faqat Portugaliya davlatida bo'ldinglarmi yo boshqa davlatlarni ham aylandinglarmi? Yo'q, biz Portugaliyani o'zini Porto, Nazare va shunga o'xshash kichik shaharlarida va undan tashqari Ispaniyaning Madrid, Italiya, keyin Fransiya shaharlarda bo'ldik bo'sh vaqtlarimizda va undan tashqari biz bo'sh vaqtlarimizda xorij davlatlardan kelgan talabalar, kursdoshlarimiz bilan birgalikda sayohatlarga chiqdik va o'z bilimlarimizni almashdik va ko'plab xotiralar bizda paydo bo'ldi va menda Yevropada bo'lgan fikrim yoki Yevropaga bo'layotgan qiziqishim oshdi va meni dunyo qarashim va shunga o'xshash shaxsiy va o'zimda bo'layotgan ishonchim yanada ko'paydi. Yaxshi. Bundan keyin ham niyat qilyapsizmi yo qanaqadir reja bormi? Yana Yevropaga chiqaman, yana o'qishga boraman degan. Menda reja bor. Men yanada o'z bilimimni rivojlantirish va yanada o'zimni ustimda ishlab va yana shu Yevropaga chiqish va Yevropada o'z bilimlarimni oshirib kelib va yana O'zbekistonda o'z yurtimga qaytib, o'z manfaatim tegadigan inson bo'lish. Endi qarang, suhbatimizni so'ngida keling, tomoshabinlarimiz uchun, balki ustozlaringiz uchun aytadigan yaxshi niyatlaringiz bordir, shularni havola etib qo'yishingizga imkon bersak. Albatta, avvalambor Iqtisodiyot va pedagogika universitetiga rahmat aytaman va bizga shunday imkoniyatlar yaratib berayotganligi va bizga ishonib Yevropa mamlakatiga jo'natishganlari va undan tashqari bizga ta'lim berayotgan hamma ustozlarimga, menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan hamma ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har doim intilish va Yevropaga qiziqish va ko'proq o'z ustida ishlab, xorijiy tillarni o'rganish va undan tashqari o'z imkoniyatlarini oshirish uchun men maslahat beraman va ularni ham Yevropada aylanib bizning yurtimizni yoki bizning universitetimizni nomini tanitishni maslahat beraman. Lochinbek, sizga kattakon rahmat. O'qishlaringizga hamisha muvaffaqiyat hamrohligini tilaymiz. Bugungi suhbat uchun ham yo'q demasdan vaqt ajratib kelganingiz uchun ham rahmat. Hurmatli azizlar, bu bilan suhbatlarimiz tugadi emas. Nasib etsa hali ko'p ustozlarimiz bilan, Lochinbekka o'xshagan iqtidorli talabalarimiz bilan ushbu suhbatlarni davom ettirishni reja qilganmiz, niyat qilganmiz. Albatta barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Iqtisodiyot va pedagogika universitetini ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarini kuzatishda davom eting.
eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.